O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlarining o'z saylov okruglarida saylovchilar bilan uchrashuvlari bo'lib o'tmoqda. Deputatlar joylarda xalq bilan birga dasturi doirasida o'rganishlar ham olib bormoqda. Dasturdan ko'zlangan maqsad yurtimizdagi islohotlarning mazmun mohiyatini har bir fuqaroga yetkazishdir. Mazkur loyiha 5 ta yo'nalish bo'yicha tadbirlarni o'z ichiga oladi. Jumladan, uyma-uy yurish va aholi daromadlarini o'rganish, mobil shtablar va sayyor qabullar, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy yordamlar kabi. Masalan, Yangibozor tumanida ham dastur bo'yicha O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining aholi bilan muloqoti, ya'ni sayyor qabuli bo'lib o'tdi. Unda partiyaning mas'ul xodimlari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari ham ishtirok etdilar. Sayyor qabulda 117 nafarga yaqin fuqaro ishtirok etib, o'zlarini qiynayotgan masalalar, taklif va tashabbuslarni bildirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Qabul davomida jami 39 dan ortiq murojaat ko'rib chiqildi. Xususan 20 ta murojaat bo'yicha fuqarolarga shu joyning o'zida huquqiy tushuntirishlar berilib, mavjud imkoniyatlar va qonunchilikda belgilangan tartiblar haqida batafsil ma'lumot taqdim etildi. Shu bilan bir qator masalalarning yechimi bo'yicha amaliy chora-tadbirlar belgilab olindi. Xalq bilan birga loyihasi joylarda ayrim muammolarni bartaraf etishga ham xizmat qilmoqda. Aytaylik, Urganch tumanidagi Qoramol mahallasi hududidagi mana bu ko'prik yaqinda shu hududda yashovchi tadbirkor ayol tomonidan yangidan qurib berildi. Prezidentimizni bu tadbirkorlarga yo'l ochib berganini, Urganch tumanidagi natijalarini ko'rib turibmiz. Yana tadbirkorimiz shu yerga bir eski ko'prikni yangidan qurib berdi. Bu maktab bolalari uchun, bog'cha bolalari uchun, bu xalqimiz uchun yaxshi sharoit yaratildi. Xalq manfaati yo'lida yana yaxshi ishlar bo'lib turibdi. Tadbirkorlardan xursandmiz. Rahmat deymiz. Urganch shahrini kesib o'tayotgan Urganch yo'l kanali ustidagi mana bu ko'prik ham non va non mahsulotlari ishlab chiqaruvchi tadbirkor ko'magida ta'mirlanib, yangi qiyofada foydalanishga topshirildi. Loyiha jarayonida Yurakka yo'l aksiyasi, Umid aksiyasi, mana shunaqa aksiyalar jarayonida aynan keksalar, yoshlar, ayollar masalalari, bandlik masalalari umummilliy loyiha doirasida qamrab olingan. Albatta, loyiha juda ham katta ko'lamda respublika bo'yicha ish faoliyatini olib borilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan oqilona siyosat aynan inson manfaati uchun tamoyil asosida qilinayotgan ishlar bu xalqimiz uchun qilinayotganligi, bugun xalqimiz mamnun bo'layotganligi juda ham quvonarli holatdir. Bevosita guvohi bo'lib turibmiz. Bu kichkinagina ko'prik bo'lsa ham juda ham katta ahamiyatga ega. Biz o'rganishlarimiz davomida mana shu joydagi ko'prik eski holatini ko'rganmiz. Bu esa o'quvchilar uchun juda ham xavfli edi. Aynan tadbirkorimizni o'zini tashabbusi bilan shu ko'prikni tuzatishi hamda bevosita xalq uchun men ham xizmat qilaman degan gapi shu jarayonda bizani juda ham xursand qilgan. Bevosita guvohi bo'lib turibmiz, mana shu loyiha jarayonida xalqimiz birlashdi. Ya'ni haqiqatan ham loyiha o'zini katta samarasini ko'rsatdi. Shu o'rinda aytish kerak, tashabbusli budjetda g'olib bo'lmagan obyektlarga ham deputatlar tanlovi asosida moliyalashtirish tizimi yo'lga qo'yildi. Xorazm viloyatida 8 ta loyihada ishlar bajarilishi belgilab olingan. Masalan, Urganch tumanidagi 38-son umumta'lim maktabi ancha ta'mirtalab ahvolda edi. Deputat tanlovi bilan mablag' ajratilgach, bu yerda ta'mirlash ishlariga kirishildi. Bizning maktab Oltinko'l mahallada joylashgan. Maktabimiz 1987-yilda qad ko'targan, biror marta ham ta'mirga tushgan emas. Mana har yili biz faol qatnashamiz tashabbusli budjetda. Bu yil biz mahalla bilan birgalikda shu jarayonda faol qatnashdik, lekin kamroq bol yig'a olmadik. Lekin deputatlarning tashabbusi bilan, ularning yordami bilan maktabimizga homiylik yordamini uyushtirdilar. Hozirgi kunda maktabimizda sport zal, faollar zali, oshxonamiz ta'mirlash jarayoni ketmoqda. Bundan maktab jamoasi, ota-onalar hammasi xursand. Buning uchun davlatimiz rahbariga katta minnatdorchilik bildiramiz. Urganch tumanidagi Yangiobod mahallasining Tafakkur ko'chasidagi ishlar bilan yaqindan tanishdi. Mazkur hududda loyiha doirasida 1 milliard 648 million so'm mablag'ning maqsadli va samarali o'zlashtirilishi, amalga oshirilgan qurilish hamda obodonlashtirish ishlari deputat tomonidan o'rganildi. Bugun mana shu o'sha moliya hisobidan yo'naltirildi. 1 milliard 700 million so'mga yaqin moliya yo'naltirilib, 2 kilometr 369 metrlik ichki ko'chalar asfaltlanib, bugun xalqimizni xursandchiligiga sabab bo'ldi.
Shuningdek, Yurakka yo'l aksiyasi doirasida deputat va tadbirkorlar tashabbusi bilan ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan oilalardagi bemor fuqarolarga ixtisoslashtirilgan shifoxonalarda davolanishni tashkil etish maqsadida tegishli orderlar rasmiylashtirilishi belgilandi. Mutasaddi idoralarga mazkur jarayonni tezkor va sifatli tashkil etish yuzasidan tegishli ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, Umid aksiyasi doirasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati va xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashi deputatlari mahallalarda bo'lib, aksiya doirasida ijtimoiy reyestrga kirgan 12 ta xonadonga kirib, ularning yashash sharoitlari, ijtimoiy ahvolini o'rganib, muammolari bilan tanishdilar. Suhbatlar davomida ularni qiynayotgan masalalar tinglanib, hal etish yuzasidan mutasaddi tashkilotlarga vazifalar belgilandi. Ehtiyojmand oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechaklar, dori-darmon uchun moddiy yordamlar ko'rsatildi.